Mana shu shilem egalari $150 ga sotyaptilar. Original shilem ekan akalar. Men esa bu shilemni $2990 ga sizga sotib olishingizni taklif qilaman. Nima uchun deysizmi? Birinchidan original shilem. Ikkinchidan Dodda Xo'ja 400 kubatrali Dodda mototsikli bilan qo'shib beraveramiz. Obzorga nima deysiz? Shilem bilan birgalikda men sizga yaxshi modda mana shu texnikani ravo ko'rdim o'rtog'im. 2024-yil ishlab chiqarilgan 400 kubaturali 2 silindrli ABS tizimi bilan jihozlangan Ducati mototsiklimiz bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi albatta Xitoy. E'tibor beringlar, monomagnitlilar, ya'ni 8 diskalarda turibdi. Nima deyapti akalar? Bunaqa modlar faqat mana shu joyda bo'ladi, ya'ni 2 oyoqlikda bo'ladi. Texnikamizning prinsipi holati ideal holatda turibdi akalar. Hamma narsalari zo'r, hech qanaqa aybi yo'q, kamchiligi yo'q. 5600 probeg harakatlangan ekan. Motosikl hech qanaqa dumalamagan, yiqilmagan, boshqa qilmagan, hamma narsasi standart stok holatda turibdi akalar. Narxini 2990 deb chiqardik. Chiroyli shlemlari bilan birgalikda qo'shib beramiz. Endi sizlar bilan birgalikda zavat qilib, ovozini bitta eshitib ko'ramiz. Voy. Men bilasizmi nima eshityapman? Soat chiqillashini eshityapman. Motorimiz soatda ishlab turibdi. Mana sizlarga hozir ovozini eshitib ko'rsatamiz. Texnikamizni qalay akalar? Sizlarga yoqdi degan umiddaman, xudo xolisa. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shilem, hamma narsalar bilan inshaalloh motorimiz juda ham zo'r holatda 2990 deb narx belgiladi. E'tibor beringlar, bu 504 pozitsiya akalar, ABS'lari bor, monomagnitlilarda. Boshqa modellarga qaraganda ancha chiroyli ishlangan inshaalloh akalar. 5878 km harakatlangan, lekin egalar 2000 ham yurmaganman. Nimadir hisobiga o'zgarib qoldi. Dokumentlari joyida, hamma narsalar zo'r. Pastki nomerlarga murojaat qilasiz. Sizlar bilan bugun 2 oylik kanali bo'ldi. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.